Agar sizga bugungi 35 yoshli erkakning qonidagi testosteron darajasi uning otasi yoki bobosi 35 yosh bo'lganidagi ko'rsatkichdan o'rtacha 25-30% ga past ekanligini aytsam, buni qanday izohlaysiz? Journal of Clinical Endocrinology nomli nufuzli jurnalda tasdiqlanmoqdaki, 1980-yillardan boshlab erkaklarda testosteron darajasi har yili o'rtacha 1% ga pasayib bormoqda. Bu genetik o'zgarish emas, shunchaki keksayish ham emas. Bu atrofimizdagi muhit, zamonaviy ovqatlanish tarzi va turmush tartibimiz endokrin tizimimizga qilayotgan ko'rinmas hujumining aniq biologik natijasidir. Bugun biz bitta savolga aniq, ilmiy javob qidiramiz. Testosteron nima uchun pasayadi va bu jarayonni qanday qilib isbotlangan usullar bilan orqaga qaytarish mumkin? Biz testosteronni faqat mushak o'sishi yoki reproduktiv salomatlik bilan bog'lashga o'rganib qolganmiz. Ammo neyrobiologiyada testosteron bu qiyinchilikdan rohatlanish gormonidir. Miyada u dopamin, ya'ni motivatsiya va mukofot tizimini oziqlantiradi. Testosteron me'yorda bo'lsa, asab tizimi qiyinchiliklarni stress deb emas, aksincha yechilish kerak bo'lgan jumboq va raqobat deb qabul qiladi. Testosteron pasayganda esa eng kichik to'siqlar ham ulkan vahima va tushkunlikka aylanadi. Xo'sh, u qanday ishlab chiqariladi? Bu qat'iy zanjir. Bosh miya gipofiz beziga signal beradi. U esa o'z navbatida qonga gormon ajratib, urug'donlardagi hujayralarga buyruq beradi. Shundagina testosteron sintez qilinadi. Agar mana shu zanjirning bitta joyida uzilish bo'lsa, gormon darajasi qulab tushadi. Nima uchun uzilish bo'ladi? Bunga 4 ta asosiy sabab bor. Birinchi sabab ksenoestrogenlar, ya'ni plastik dunyo ta'siri. Kundalik hayotimizda yashirin dushmanlar bor. Bular ftalatlar va parabenlar. Ular qayerda deysizmi? Plastik idishlar, sintetik kiyimlar va kosmetika vositalarida. Ular tanaga so'riladi, hujayralarga birikadi va o'zini xuddi estrogen, ya'ni ayollik gormoni kabi tutadi. Natijada miya qonda gormon yetarli ekan deb aldanadi va o'zining testosteron ishlab chiqarish zavodini sekinlashtiradi. Ikkinchi sabab visceral yog' va aromatoza fermenti. Qorin atrofidagi yog' shunchaki passiv og'irlik emas, u faol endokrin organ. Bu yog' to'qimasi aromatoza degan fermentni ishlab chiqaradi. Aromatoza nima qiladi? U qoningizdagi mavjud testosteronni ushlaydi va uni to'g'ridan-to'g'ri estrogenga aylantirib yuboradi. Bu yovuz aylana testosteron pasayadi, yog' ko'payadi. Yog' ko'proq testosteronni estrogenga aylantiradi. Oqibatda testosteron yanada qulab tushadi. Uchinchi sabab surunkali stress va kortizol qamali. Tanamizda qat'iy biologik qoida bor. Omon qolish ko'payishdan muhimroq. Doimiy stress, uyqusizlik yoki asabiylashish vaqtida tana tinimsiz kortizol ishlab chiqaradi. Kortizol baland bo'lganda miya hozir urush vaqti degan signalni oladi va reproduktiv tizimni darhol bloklaydi. Bir vaqtning o'zida ham yuqori kortizol, ham yuqori testosteronga ega bo'lish biologik imkonsizdir. To'rtinchi sabab xomashyo tanqisligi. Testosteron havodan paydo bo'lmaydi. Uning kimyoviy asosi xolesterindir. Rux va D vitamini esa bu jarayonni yurgizuvchi asosiy ustalaridir. Agar qoningizda rux yoki D vitamini yetishmasa, xomashyo qanchalik ko'p bo'lmasin, zavod ishlamaydi. Xo'sh, qanday qilib tiklaymiz? Birinchi qadam neyromushak stimulyatsiyasi, ya'ni bazaviy mashqlar. Yengil yugurish yurak uchun foydali, lekin u testosteronni oshirmaydi. Miya gormon ishlab chiqarish uchun unga jismoniy kuch kerak degan signal zarur. Buni faqat og'ir mashqlar, masalan, shtanga bilan o'tirib turish, tortilish yoki og'ir yuk ko'tarish orqali amalga oshirish mumkin. Ikkinchi qadam xolesterindan qo'rqmang. Sifatli sariyog', tuxum sarig'i, yong'oqlar, avokado va zaytun yog'i erkak ratsionida bo'lishi shart. Haddan tashqari yog'siz parhezlar endokrin tizimini qurishga xomashyo qoldirmaydi. Uchinchi qadam uyqu arxitekturasi. Testosteron ishlab chiqarishning mutlaq katta qismi tunda, ayniqsa chuqur uyqu fazalarida yuz beradi. Kechasi soat 2 gacha ekranga tikilib o'tirish va 5 soat uxlash bu testosteron zavodini har kecha o'z qo'lingiz bilan yopib qo'yish demakdir. Shuni qat'iy tushunish kerak. Hech qanday qo'shimcha yoki dori yomon uyqu, nosog'lom ovqatlanishning o'rnini bosa olmaydi. Turmush tarzini o'zgartirish bu asosiy poydevordir.
Biroq zamonaviy oziq-ovqatlarda mikroelementlar tanqisligini to'ldirishda tabiat bizga o'zining kompleks vositalarini taqdim etadi. Sunnah Products brendi erkaklar gormonlar sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash uchun aynan isbotlangan mikroelementlarga boy tabiiy mahsulotlarni taklif etadi. Bulardan birinchisi mumyo va qora sedana kapsulalari. Bu mahsulotdagi eng muhim elementlardan biri rux va temirdir. Rux tanqisligini to'ldirish testosteron sintezini bevosita tiklashga yordam beradi. Sedana esa qon tomirlaridagi yallig'lanishni pasaytiradi. Ikkinchisi palma gulchangi, ya'ni xurmo changi. O'simlik fitosterolari va aminokislotalarga boy bo'lgan bu vosita hayotiy energiyani oshirish uchun sharq tabobatida keng qo'llaniladi. Asal bilan aralashtirib qabul qilish uning so'rilishini yanada yaxshilaydi. Uchinchisi qustitit, ya'ni kist al-hindi. U endokrin bezlar faoliyatini normallashtirish va organizmda yallig'lanishni so'ndirish xususiyatiga ega. Eslatib o'tamiz. Bu mahsulotlar tibbiy dori vositasi emas, balki sog'lom turmush tarzi bilan birgalikda qo'llaniluvchi ozuqaviy qo'shimchalardir. Jiddiy gormonal buzilishlarda albatta endokrinolog bilan maslahatlashing. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, testosteron pasayishi bu o'zgartirib bo'lmaydigan taqdir emas. Bu sizning tanangiz yashash tarzini o'zgartir deb berayotgan biologik signaldir. Eslab qoling, sog'lom yog'lar, og'ir mashqlar, sifatli uyqu va tabiiy mikroelementlar birgalikda bu inqirozni orqaga qaytarishning yagona ilmiy yo'lidir. Keyingi videoda biz amaliyotga o'tamiz. Testosteronni qanday to'g'ri o'lchash kerak? Laboratoriya qog'ozdagi umumiy va erkin testosteronning farqi nimada? Agar ushbu ilmiy tahlil sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va buni albatta do'stlaringizga yuboring. U sog'lig'ingizni ilm bilan boshqaring. Ko'rishguncha!